Real Madrid Abduqodir Husanovni ijaraga olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston terma jamoasi hamda Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirishi mumkin. Ispan nashrlarining yozishicha, qirollik klubi 21 yoshli futbolchini ijaraga olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Manbaga ko'ra, madridliklar katta mablag' sarflamasdan himoyachi zig'ini kuchaytirishni maqsad qilgan, sababi jarohatlar jamoaning o'yin sifatiga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Husanov esa ularning barcha talablariga javob beradi. O'zbekistonlik himoyachi 2025-yilning yanvar oyida Lensdan qariyb 20 million yevro evaziga transfer qilingan bo'lsa-da, Josep Gvardiola jamoasida yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmayapti. Manchester City rahbariyati futbolchining rivojlanishi uchun unga muntazam o'yin amaliyoti zarurligini tushunib turibdi. Shu sababli agar yetarli o'yin amaliyotini kafolatlay oladigan klub bo'lsa, Husanovni ijaraga berish variantini ko'rib chiqishga tayyor. Real rahbariyati Husanovning jismoniy kuchi, himoyadagi ishonchli o'yini va yosh bo'lishiga qaramay tajribaga ega ekanligini yuqori baholab, uni o'z safiga qo'shib olishni istamoqda. Chunki Real uni darhol foyda bera oladigan himoyachi sifatida ko'rmoqda. Shuningdek, madridliklar Husanov transferini nafaqat sport, balki marketing tomonidan ham foydali deb hisoblamoqda. Klub Osiyo bozorida o'z o'rnini mustahkamlash ustida ishlamoqda. O'zbekistonlik futbolchining kelishi qirollik klubining Markaziy Osiyodagi mashhurligini yanada oshirishi mumkin. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda bo'lib, Real Madridning qiziqishi Angliya klubi tomonidan ijobiy qabul qilingan. Shu bilan birga Manchester City Husanovni butunlay sotib yuborish niyatida emas, klub uni kelajak uchun muhim loyiha sifatida ko'rmoqda.